Assalomu alaykum, hurmatli G'ulakandoz bozor YouTube kanali tomoshabinlari. E'tiboringizga bugun Shohin Plazadan yana bir ko'rsatuv tayyorladik. Guftama guzarim, in navor ba du zabon, ya'ni ba zaboni o'zbeki va tojiki guftama guzarim. Narxora hammachi navigatorlar hammacha amin soxtmon hozir ba shuma peshkash mekinim. Qana marhamat ketdik, yangiliklarni bitta-bitta ko'rib boramiz. Ketdik. Shohin Plazada g'ish urish ishlari boshlandi. Mana hammasi yaxshi pishgan g'ishlardan olib kelingan. Mana bu taraf mana stroyka, ko'rsating. Lisoy taraf birinchi etajda уже g'ish urish ishlari boshlandi. On ko'raki g'ishtani dar yakum etaj sar shud. Hozir daromada az darom bu pryamoy mustaqil nishon meting. Brafting. Shohin Plazaning birinchi etajda mana shunday g'ish urish ishlari qizg'in ketibdi. Dar yakum etaj g'ishtani ko'raki g'ishtani davom etadi. O yaki az در kvartira o'zi qaror داریم یک zal و این balkonش این طرف هست. O seki bu bolo brunda hamish bu nishon meting. Birinchi etajda g'ish ishlari qarib bitkazilib bo'ladi. Endi yuqoriga monolit ishlarini qurishga chiqamiz. Marhamat. Mana 8-etajga ham yetib keldik. 8-etajda mana monolit qo'yildi. Bu bola qo'yilibdi. Endi buni yaqinida, buni yaqinida deya olmaymiz. Chunki bu dom hammadan baland bo'ldi. Endi hamma narsalar buni yaqinida bo'lib qoldi. Ya'ni Ashraf ham yaqinda, Diyorbek to'yxona ham shu yaqinda, bu tarafda mana Yasli, Zapravka, Gulzod, bu tarafdan Ashraf, hamma shu yaqinda. Endi orientir Shohin Plaza bo'ladigan bo'lyapti. Orientir akon oysta Shohin Plaza meshadi. Ya'ni ki Ashraf bozor ham nazik haminba, degan shu chibigan bomi mana bom 5 etaja. Ko'rsatib mana 5 etajlar tom mana. Endi o'sha 5 etaji tomidan baland bo'ldi. Endi hamma yoqdan ko'rib turadigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Shohin Plazaning kvadrat metr narxi Milliy bank kursi bilan $400 ga baholangan sotuv narxi. Bundan tashqari shu narxni o'zgartirmasdan turib 2 yilgacha nasiyaga bo'lib to'lashga beriladi. Narxi har 1 metr kvadrati Shohin Plaza $400. Bu kursi Banki Milliy Jumhuriyat Tojikiston faqat savdo basamoni meshavat, lekin kursi $400 va muqoyisa karda megiran. To 2 sol nasiya, ya'ni ki har mohona hamki dovda xona xaridan mumkin hast. Mana ko'rib turganingizdek uyni nima deydi, qurish ishlari o'zini plani bo'yicha jadal o'z vaqtida ketib boryapti. Mana g'ish o'rilibdi. 8-etajni monolit qo'yildi. Mana 9-10 quriladi. Buni ham xudo xolsa ko'rsatib o'tamiz. Ekrandagi nomerlarda ushbu nimani sotuvchilarning nomerlari Irshodbek va Hoji Imomali nomerlari qoldiriladi. Bemalol telefon qilib ulardan bilishingiz mumkin. Savdo qilishingiz mumkin. Ya'ni kirishtirib berishadimi, arzon qilib berishadimi? Undan tashqari mana stroykada hamma vaqt ko'rsatib o'tdik. Betonlarning hammasi yaxshi sifatlilar olib kelingan, armaturalarning yaxshilar ishlatilgan. Mana g'ishlarni ham yaxshilar ishlatilyapti. Undan tashqari o'zini alohida detskiy plashatkasi va parkingi bo'ladi. Ya'niki parkovkasi ham bo'ladi. Ya'niki baroy mashinoy sabukrab parking tashkil meshavat va bog'cha va has. Bog'cha maydoncha baroy kudakon has. Undan tashqari yana sokinli etaj bu podvalda. Buni ham sotib olib sklad yoki biror bir maqsadda ishlatishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Ashraf bozor yaqin sklad sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Suv alohida suv sistemasi quriladi deyishgan. Undan tashqari tomda quyosh panellari qo'yilib, lift o'zini nima deydi? O'zini avtonom svet bilan ta'minlaydigan, elektr energiya bilan ta'minlaydigan yo'lga qo'yiladi deyilgan. Liftda shunday bo'ladi. Kanalizatsiya masalasida ham fikr bildirilgan ekan. Kanalizatsiya masalasini so'raganimizda birinchi o'rinda biz shu ishni hal qilganmiz. Hammasi 100% yaxshi ishlaydi deb aytishgan. Masalan, kanalizatsiya ham dar va fikr andesho shudanki kanalizatsiya ko'rmay kunad. Albatta ko'rmay kunad. Yakum ochib havay ko'r baroq mo'ndi shudegas. On raqamoyi ki dar ekran navista mo'ndi. Bu hatman zangzinet purset. Undan tashqari ko'p xonadonlar o'zini sohiblarini topibdi. Sizlarga ham aytamizki, harakat qilib tezroq xarid qilib olib qo'yinglar. Yaxshi, juda yaxshi sifatli xonadon qurilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana qanaqangi fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga kommentariylarda qoldiringlar. Harakat qilamiz shu masalalarni yoritib o'tishga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xush qolinglar. Hammalaringizga mana shunday chiroyli uylar nasib qilsin.